Diqqat qiling, O'zgidromet xizmati agentligi 10 va 11 yanvar dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. O'zbekistonga yana sovuq va qorli yomg'irli kunlar boshlanadimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, sinoptiklar hafta so'ngida kuzatilishi mumkin bo'lgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. O'zgidromet xabariga ko'ra, bugun va dam olish kunlari O'zbekistonning barcha hududlari bo'yicha quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi joylarga tuman tushishi davom etadi. Shamol sharqdan biroz o'rtacha tezlikda esadi. Shu kunlarda havo harorati ko'tariladi. Bugun hududning katta qismida kunduzi havo harorati 8-11 darajagacha issiq bo'ldi. Shanba va yakshanba kunlari esa 12-15 darajagacha iliqqacha isiydi. Kechasi va ertalab ham harorat ko'tarila boshlaydi. Yakshanba kuniga kelib harorat kechalari 0+3 darajagacha ko'tariladi. Poytaxtimiz Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat bugun kunduzi 9-11 daraja iliq bo'ldi. Shanba va yakshanba kunlari harorat asta-sekin kechalari +1-+3 darajagacha iliqqacha, kunduz kunlari +13-+15 darajagacha iliqqa ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. Aziz do'stlar, ushbu xabarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.